Sizlarga ma'lumki, so'nggi yillarda ta'lim sohasida ko'plab islohotlar amalga oshirilmoqda. Ammo bu jarayonning markazida eng avvalo inson bola, o'qituvchi, ota-ona turadi. O'zbekiston 2030 strategiyasining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida atrof muhit va inson salomatligi bilan birga ta'limdagi psixologik xizmatlar sifatini oshirish vazifasi ham belgilab berilgan. Sog'lom ruhiy muhitni shakllantirish, stress va psixoemotsional zo'riqishlarga qarshi samarali mexanizmlarni ishlab chiqish bugungi kunning eng dolzarb vazifalaridan biri bo'lib turibdi. Shu boisdan mazkur forum nafaqat ilmiy tadbir, balki fikr va tajriba almashish, shuningdek umuminsoniy qadriyatlarga asoslangan hamkorlik platformasi sifatida alohida ahamiyat kasb etadi.